Ko'pchilik introvert aqlliroq, extrovert bo'lsa muvaffaqiyatliroq deb o'ylaydi. Lekin tajriba umuman buni aksini ko'rsatadi. Bu xoladagi kim muvaffaqiyatli bo'lishi ularni ekstrovert yoki introvertligiga qarab emas, balki o'zini xarakterini qaysi biri yaxshiroq tushunishi va hayotda o'shani to'g'ri qo'llashiga bog'liq. Bugun siz bilan sizdagi ekstrovertlikka bo'lgan moyillik yoki introvertlikka bo'lgan moyillikni ko'ramiz, gaplashamiz va juda qiziqarli ma'lumotlarni ulashamiz. Videoga kirishdan oldin qisqa note introvert va ekstrovert haqida. Introvert bu o'zidagi bo'lgan energiya yoki xursandchilikni kam sonli insonlardan yoki yolg'iz oladigan inson. Bu in so'zini o'zingizga note qilib olsangiz bo'ladi, ya'ni ichida, inchki inson. Extrovert bo'lsa, boshqa insonlar bilan yaxshi chiqishadigan va ko'pchilik insonlarning oldida o'zini erkin his qila oladigan odam. Bu videoga kirishdan oldin o'zimga ham bu savolni berdim. Men o'zim introvertmanmi yoki ekstrovertmanmi? Va javob juda ham o'ylantirdi va bunga hozir javob beraman. Ko'p insonlar bilan chiqisha olaman, yaxshi gaplasha olaman va bundan xulosa qilib o'zimni ekstrovertman deb o'ylab turganimda, ba'zi paytlar o'sha insonlardan charchaganimda va u insonlarning fikrlaridan charchaganimda introvert bo'lib qolar ekanman. Shuning uchun na uyali, na buyali emas ekanman. Muhim jihati introvert bu uyatchang, kam gap degani emas yoki ekstrovert sergap, hamma gapni gapiradi degani emas. Bu insondagi bo'lgan sifat, ya'ni yolg'iz qolganda bo'ldi, energiyani yolg'izlikdan oladi. Ekstrovert bo'lsa, undan ya'ni istisno tariqasida ko'p odamlar bilan bo'lganda maza qiladi. Bu videoni qilishdan asosiy maqsad sizga ekstrovert, introvert haqida tushuntirish emas, balki siz o'zingizdagi bo'lgan xarakterni bu ikkisidan qaysi biriga yaqinroqligingizni anglatish. Chunki siz agar introvert bo'lsangiz, ekstrovert holatda yashayotgan bo'lsangiz, siz juda ham charchaysiz hayotda. Teskarisi bo'lsa ham xuddi shunaqa. Shuning uchun o'zingizni topishingizga men o'ylayman bu video yordam beradi. Agar sizga ochiqroq misol keltiradigan bo'lsam, Ronaldo bilan Messi. Hozir jahon chempionati o'yinlar bo'lyapti, hammamiz uni ko'ryapmiz, qiziqarli. Messi inson sifatida introvert bo'lgan odam. Ya'ni kam gapirganini juda ham kam ko'ramiz, insonlar bilan gaplashganini kam ko'ramiz, ba'zi reklamalarda ham indamaydi. Lekin baribir muvaffaqiyatli futbolist jihatdan, ya'ni u o'zini xarakterini tushungan va o'sha xarakter tomon yurgan inson sifatida introvert muvaffaqiyatli bo'lgan inson. Ronaldo bo'lsa, buni aksi. Videolarda ham kuladi, gapiradi, insonlar bilan kulib gaplashadi. U ekstrovert bo'lgan inson baribir o'zini xarakterini tushunadi, biladi va shunga yarasha harakat qiladi va u ham muvaffaqiyatli. Biz bu yerda muvaffaqiyatda introvert yoki ekstrovert bo'lishda emas, balki o'zini xarakterini tushunishda deb bilishimiz kerak. Jamiyatda ekstrovертlar ham bor, introvertlar ham bor. Bu ularning tabiatiga qarab bo'linaveradi. Ekstrovертlar odatda yaxshi chiqishadigan, ko'p insonlar bilan aloqani zo'r qo'yadigan insonlar bo'ladi. Bundan kelib chiqib biza ulardagi liderlik mahoratini yoki insonlarni boshqaruvchilik mahoratini bilsak bo'ladi. Mashhur insonlardan Will Smith misol keltirsak bo'ladi. Yaxshi aktyor, rollarini ham ko'rsak, zo'r boshqaradigan va insonlar bilan zo'r chiqisha oladigan rollarni ham juda qoyilmaqom qilib o'ynagan. Undan tashqari yana Donald Trump misol keltirsak bo'ladi. Buni lekin misol keltirmagan bo'lardim. Mayli. Donald Trump, ya'ni u ham biz boshqa insonlar bilan yaxshi chiqisha oladigan, shu videolarini ko'rsak, har xil gaplarni gapirishni inobatga olmasa, boshqa insonlar bilan zo'r chiqisha oladigan va o'zini gaplarini yaxshi yetkazib bera oladigan inson. Introvertlar esa hayotda chuqur fikrlaydigan yoki suhbatdoshini zo'r eshitadigan, yaxshi rejalar qiladigan insonlar hisoblanadi. Bu gap bilan men bu sifatlar faqatgina introvertda yoki ekstrovertda demoqchi emasman. Bu sifatlar ma'lum bir miqdorda ekstrovertda ham, introvertda ham bo'ladi. Lekin ko'proq, bizaga ko'proq degan so'z juda ham qiziq. Ko'prog'i aynan hozirgi sifatlar bu introvertlarda bo'ladi. Bundan kelib chiqib mashhur insonlarni aytadigan bo'lsak, Bill Gates masalan, ko'p gapirganiga juda ham kam guvoh bo'lganmiz yoki odamlar bilan bo'lgan har xil voqealarda juda kam ko'rganmiz yoki Mark Zuckerberg degan inson, Facebook asoschisi, u ham introvertlar qatoriga kiradi. Qarang, bu videoda men ekstrovert ekanman, introvert bo'lishim kerak yoki teskarisi, introvert ekanman, ekstrovert bo'lishim kerak degan fikrlardan ancha uzoqda bo'ling. Siz faqatgina o'zingizni yaxshiroq tanishingiz uchun har xil yorqin insonlarni misol keltirdik va ulardagi bo'lgan xarakterdagi o'sha
Biza eslashimiz kerak bo'lgan joylarni ham aytib o'tib ketdik. Siz bularga faqatgina qarang, ulardan to'g'ri xulosa oling. Qaysi biri bo'lsangiz ham muvaffaqiyatga erishish bu o'zingizning qo'lingizda, xarakteringizni bilishingizning qo'lida. Kimdir introvert bo'lib past bo'lsa, kam gapirsa yoki kimdir ekstrovert bo'lib baland, hamma bilan gaplashsa, bu uni past baholashga hech qachon olib kelmasligi kerak. Chunki insonlar bunga qarab turlanmaydi. Insonlar o'zining xarakteriga qarab turlanadi. Shundan xulosa qilib, umid qilaman, bu video sizga foydali bo'ldi. Yana shunaqa yaxshi kontentni ustida ko'rishguncha kanalga obuna bo'ling va like bosing.